بسم الله الرحمن الرحيم. دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. الكتاب الثالث، الدرس الثاني والعشرون. 22. ders. Savoqdoshlar, bugun o'rganmoqchi bo'lgan dersimizdeki muhim noktalık grammatikalar tövendekidek bir neçe noktaga merkezleşidir. Birincisi, bugün öğrenmekçi olan bab dillerimizden iftiale babi. Bunun türleniş ehvali tüvendekice. İftiale madi, يفتعل مضارع، افتعال مصدر، مفتعل اسم فاعل، مفتعل اسم مفعول، لم يفتعل فعل جهات، لا يفتعل فعل نفي، افتعل buyruq bel yani emir، ليفتعل emir gayb yani üçüncü şahıs buyruq bel، لا تفتعل nehi hadir. Bu pelninki türünüp çıkışı ahvali bayattan kadar buludu. Endi biz şu bizge uçurgan iftala babidagi fe'llarning shaklidan bu babda boshqa bablarda yo'q bir xil o'zgarish shaklini his qildik. Masalan, birinchisi bizga izdahama degan bir fe'l uchirdi. Bu aniqki iftala babidan. Yani qistaldi, qistan olib ketdi degandek ma'noda. Buning tub belgisi zahama, yani qistidi degandek. Izdahama cho'qim iftala babidan, boshqa babdan emas. Ammo bu biz iftala babi degandek hamza, fa, ta, ayn, lam. Ta yo'q. Yani izdahama deb tani onda dal kelgan desa, bu bir mushu babdagi o'zgarish alohidligi. Yani fa'aladaki fa'ning udulusida dal yoki zal yoki za kelib qolsa, razodagi za kelib qolsa, ifta'aladagi ta nimaga o'zgaradi? Dalga o'zgarib turib, fe'l turinib chiqadi. Masalan, zahamada fa'aladagi fa'ning udulusida zal kelib za kelib qolgachqa, ifta'ala deyishda asli iz tahama deyish kerak. Ama izdahama desa bir xil harflarningki mahrajatda qo'rashmaslik kelib chiqqachqa, shunga bu nim deymiz? Izdahama deb ifta'aladagi ta'ni dalga o'zgartirib turib izdahama bo'lib ketdi. Bu birinchi o'zgarish. Mushu babdagi. Masalan, da'a chaqadi. Mushuni biz ifta'ala babiga kirmoqchi bo'lsak, hargiz itta'a bo'lmaydi. Çünkü birinci fa'aladagi fa'da dal o'g'achqa, bu yerdagi ifta'aladagi ta'ni dalga o'zgartirib idda'a qilamiz. Zakara desa asli desa izdakara. Bu nima? Iz takara emas, iz dakara deb ta'ni nimaga o'tkaymiz? Dalga o'tkaymiz. Esimda bo'lsin. Ifta'ala babidagi birinchi o'zgarish agar fa'aladagi fa'ning udulusida dal, zal yoki za kelib qolsa, ifta'aladagi ta nimaga o'zgaradi? Dalga o'zgaradi. Bu birinchi o'zgarish. Ikkinchi o'zgarish bayatdagidek fa'aladagi fa'ning udulusida sat, dot, ta yoki zo bo'lib qolsa, bu to'rt xil harfning birisi bo'lib qolsa, ifta'aladagi ta cho'ng ta, ya'ni ta o'zgaradi. Masalan, sabara fa'ala o'lchimidagi fa'ning udulusida sad bor. Mushuni ifta'ala babiga o'zgartirmoqchi bo'lsak, is tabara olmasdan is tabara. Is tabara, ya'ni if ta'aladagi kichik ta cho'ng taga o'zgarib ketadi. Safa. Buni biz ifta'alaga o'zgartirmoqchi bo'lsak, qanday bo'ladi? Is tafa. Asli is tafa bo'lish kerak kichik ta bilan. Ammo sat bo'lg'achqa nima bo'ladi? Is tafa. Daraba, urdi degan daraba. Mushu daraba nima bo'lmoqchi bo'lsa, ifta'alaga o'zgartirmoqchi bo'lsa, id taraba olmasdan id taraba. Id taraba. Cho'ng taga o'zgarib ketadi. Bu ikkinchi alohidlik. Üçüncü alahidliki
fa'aladagi fa'ning udulusida vo kelib qolsa, mushu vo tag o'zgarib, ifta'aladagi ta bilan ikkisi idg'om qilinib, filtrinib chiqadi. Masalan, vaqa yaqi. Mushni ifta'ala qilmoqchi bo'lsak, asli bizning kallamizga o'lcham bo'yicha yutaqa yutaqi bo'lish kerak. Ammo bu yerdagi voni nimaga o'zgartirib, ta o'zgartirib qana qilamiz? Ittaqa, yattaqi qilamiz. Undan boshqa vasala, yetib keldidagi vasala. Mushni ifta'ala babiga o'zgartmoqchi bo'lsak, yutasala bo'lish kerak asli. Ammo bu yerdagi qoida mushu voni ta o'zgartimizda ittasala bo'ladi. Wahada buni ifta'alaga bog'lab o'zgartmoqchi bo'lsak, asli qoida bo'yicha yutahada bo'lish kerak. Ammo bu yerdagi qoida, bu yerdagi hozirgi qoida fa'ning o'durusida vo kelib qolgan bo'lsa, mushu vo nimaga o'zgaradi? Taga o'zgarib ketib, babdagi ifta'aladagi ta bilan idg'om qilinib ketadi. Ya'ni ittahada deganga o'xshash. Buni yuqoridagi 3 xil alohidalik ifta'ala babining boshqa bablarda yo'q bo'lgan ifta'ala babiga xos bo'lgan bir alohidalik. Ya'ni harflar fa'aladagi kelgan harfga qarab turib shakldagi o'zgarish. Undan keyin ifta'ala babiga munosabatlik bo'lgan yana bir mazmun ifta'ala babining ma'nosi xuddi biz burun fa'ala babi, infa'ala babini mutawaa, ya'ni ma'lum bir pilga ergishib kelish ma'ni jihatda boshqalarga bo'ysunish ma'nosi va deb qaraganimizda buningmi mutawaa ma'nosi va masalan rafa'tu sawta, men ovozni ko'tardim. Masalan, kompyuter yoki laba degandek narsaning ovozini ko'tardim. Fartafa, ko'tarildi, qilindi, itildi degandek ma'noda ilgirki ma'lum bir pilga qanday bo'lib keladi, ergishib keladi. Shuni tushunib olsak, ifta'ala munosabatlik mazmunlar kallamizda o'rnagan bo'ladi. Undan keyin bir mazmun biz oldingi infa'aladimi oldiga hamza kelib qolsa, ikki hamza bo'lib qolgandan keyin ikkinchi hamza tashlanib zabar qil degandek ma'noga ifta'alani oldiga istifhomning hamzasining birisi kelib qolsa, ifta'ala bo'lamdi. Ikki hamza kelib qolganligi uchun ikki hamzani tashlab nima deb o'qiymiz? Ifta'ala. Xuddi Alloh taoloninki astafal banati alal banin degan oyatida astafa aslisi istafa. Acaba Alloh o'g'illarni qizlarni tanladimi? Istafa aslisi, mush nuqtaga diqqat qilsak bo'ldi. Ikkinchi mazmun deganga darsdiki izoi fujaiyya. Ya'ni arab tilida bir ahvol biz o'ylagandek chiqmay qolsa, mushuni ifodalaydigan shaklni fujaiyya deb ataymiz. Ya'ni tuyuqsizlik degan gap bu aslisi. Ya'ni biz uyda bir manzirini ko'ramiz deb o'ylamay o'kirdik. Qarag'udek bo'lsak, biz o'ylagandan boshqa chiqdi ahvol. Mushuni fujaiyya deymiz arab tilida. Mushuni nima orqali ifodalaymiz? Izo bilan ifodalaymiz. Mana bu izoi fujaiyya bo'lib, bugungi darsimizdagi uyg'unlik tegishlik ikkinchi muhim nuqta. Esingizda bo'lsin. Izoninki fujaiyalik, ya'ni tuyuqsizlik ni ifodalaydigan ma'nosi bor. Bu vaqtida biz kutmagan, o'ylamagan ishning birining yuz berganligini ifodalaydi. Bu jumla ismiya o'simi kiradi. Jumla ismiyani o'simi kiradi. Masalan, buning misollaridan daxaltul fasla faiza mudirul jamia jalisun. Sinfga kirib qarag'udek bo'lsam, universitetningki mudiri o'tirib o'tibdi. Qarag'udek bo'lsam, sinfga kirib universitetning o'qituvchining o'ltirishini men o'ylamasdan kirib qarag'udek bo'lsam shuna turadi. Daxaltul ghurfa faiza hayyatun ala sarir. Yataq kirib qarasam, qarag'udek bo'lsam, kravat ustida birdan yilon turadi. Kharajtu minal bayt faiza sadiqun bil bab. Uydan chiqiblar qarag'udek bo'lsam, bir do'stim ishning to'yida turibdi. Degandek, ma'noni ifodalaydi. Asosligi bu jumla ismiyani o'sib kiradi. Ammo oyatda Musa alayhisolamning fa'alqa asqahu fa idha hiya ta'malun mubin. Xosni tashlab o'tib qarag'udek bo'lsa, hasa bir yilonga, oshkora bir yilonga o'zgaradi degandek ma'nosida fa idha hiya qarag'udek bo'lsa deb o'ylamagan ishning birining yuz berganligini mush izo ifodalaydi. Bu ikkinchi nuqta darsimizdagi. Üçüncü nokta zanna yazunnu pil to'g'risida. Endi zanna yazunnuni biz burun gumon qildi deb ham o'ylagan. Ammo buning asli ishlatilinishi arab tilida dil pillari bo'lib, dil pillari degan qalbda bunday bir ishga qaragan. Masalan, maishni mana deb qaragan. Dil pillari bo'lib, keynidan ikki maf'ul kelib, ya'ni asli mubtada xabarning ustiga kirib bu mubtada xabarni ikki maf'ulga aylantiradi. Masalan, mubtada xabarning birini tuzib olaylik biz. Al-imtihanu sahlun. İmtihan asan.
degan jumla mubtada xabar shundami? Endi mushunga dilpilar olgan azunni kirgizmoqchi bo'lsak, azunnul imtihana sahla. İmtihanni oson deb o'ylayman. Qalbimda o'ylayman, qarayman degan gap, ha. Bu yerda asli mubtada xabar olgan al-imtihana sahlun degan jumla azunnudan keyin kelgandan keyin azunnuning nimasi bo'ldi? Turg'uchisi. Har ikkilasi zavar qildi. Mazmunni yig'inchoqlasak, zanna yazunnu dilpillarining qatoridan bo'lib mubtada xabarining ustiga kiradi. Mubtada xabarining ustiga kirgandan keyin mubtada xabar bu dilpilning maf'uliga aylanib har ikkilasi zavar qiladi. Mana bu bugun darsimizdagi 3-muhim grammatikalik nuqta. Endi buning tarjimasini deb qarayman, deb o'ylayman deb tushunsak bo'ladi. Masalan, azunnul imtihana qariba. İmtihanni yaqinlar deb o'ylayman. Azunnul mudira yati gadan. Mudirni at keladigu deyman. Azunnu hamidan maridan. Hamidni kasalg'u deyman degandek jumlada ifodalanadi. Ondan keyin mushu zanna yazunnudan keyin biz mubtada xabar kelib zavar qiladi maf'ullik asosan dedik. Agar zanna yazunnudan keyin inna yoki anna qatorliq, inna yoki anna qatorliq anninki anni kelgan jumlaning ustiga kirib qolsa, bu vaqtida buning i'robi o'zgarmaydi. Anninki ism xabari ikkisi qo'shilib yazunnunki bir maf'ul bo'ladi. Ammo bu bir maf'ul ikki maf'ulning o'rnini tura oladigan maf'ul bo'ladi. Masalan, bayatonki al-imtihanu sahlun degan jumlaning oldiga avval annini kirgizaylik. Annal imtihana sahlun. Endi mushuning oldiga azunni kirib qolsa, ya'ni azunnu annal imtihana sahlun desa, azunnunki ikki maf'ulni zavar qiladi degan grammatikalik ta'siri imtihana sahlunga ta'sir qilmaydi. Chunki buning oldida anna bor. Bu annaning ismisi xabar bo'lib turaveradi. Endi mush ism xabar ikkisi qo'shilib masdarning ma'nosida, ya'ni anna degan o'zidan keyingi ism bilan xabarning masdarga o'zgardi emasmi? Masdarning hukmida bo'lib azunnunki birinchi maf'ul bo'ladi. Ikkinchi maf'ul qanday desa, mush birinchi maf'ul ikki maf'ulning o'rnini tura oladigan birinchi maf'ul bo'ladi. Buni menda tushunsak bo'ladi. Azunnu anna al-imtihana sahlun deganga o'xshash. Mana bu bugun darsimizdagi muhim 3-nuqta. Demak, darsimizda asosli muhim 3 nuqta bor. Birisi tafa'ala nima? İfta'ala yabta'ilu babiga munosabatlik mazmunlar. Ikkinchisi izoi fujaiyya, tuyuqsiz ifodalaydigan izaning masalasi. Uchinchisi zanna yazunnuga munosabatlik mazmunlar. Bu tarafga tushunishib bo'lgan bo'lsa, men darsni o'qib ترجمة قلب تحليل الخبري. يا أستاذ، إن لدي اقتراحا. انتظر حتى أطلع على هذا التعميم. بعد قليل. نعم، ما اقتراحك؟ إن فصلنا هذا أصبح مزدحما جدا. ما رأيك أن ننتقل إلى الفصل الذي في الطابق الثاني فإنه خال الآن. إن هذا رأي سديد، سأكلم المدير فيه. اقرأ الدرس يا مصطفى. بعد الاستعاذة والبسملة. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. نكتفي بهذا الدرس. راجعوا الدروس السابقة واجتهدوا فقد اقترب الامتحان. كنا نظنه بعيدا فإذا هو قريب. متى تنتهي الدراسة يا أستاذ؟ أظنها تنتهي في منتصف هذا الشهر. ألنا ممتحنون من خارج المعهد؟ نعم، سيشترك في الاختبار الشفوي ممتحنون من خارج المعهد. يحق لي أن أدخل في الامتحان فقد التحقت متأخرا. نعم، من التحق قبل الامتحان بشهرين فله حق الدخول في الامتحان. يا أستاذ، سأغيب غدا وبعد غد فإني مسافر إلى جدة فأرجو السماح. ألا بد من هذا السفر؟ نعم، والله إني مضطر إلى ذلك. لا بأس، إذا مررت بمكتبة هناك فاشتري لي كتابا اسمه المسلمون على مفترق الطرق. يا أستاذ، إن لدي اقتراحا. أستاذ، منن بر تكليفim бар. اقتراحا افتعل بابدن çıkarılgan masdara
iftialen şekilde. İntazır hatta tali'a hada ta'mim. To'xtab turing. Men bu qarorga qarab chiqib olay. Attali'a qarab chiqish, xabardor bo'lish, o'qib chiqish. Bu qarorini qarab chiqqan qadar to'xtab turing. İntazır iftiala babidan intazara. Endi attali'a ittala'a yattali'un iftiala yabta'ilu babi. Bu yerda kichik ta yo'q bo'lsa, biz bayatdan o'rgangan qoida bo'yicha fa'aladagi tala'adagi fa'ni durustdan ta gap qolganligi uchun iftialadagi kichik ta cho'ng ta o'zgarib ketadi. Shuni attali'a deb bo'lib ketgan. Ba'da qalil azroq vaqtdan keyin na'am. Qani shundoq. Maqtarahuk taklifingiz nima? İqtirahuk yani iftiala babidan chiqqan masdar iftial o'lchimida. İnne faslana hada asbaha muzdahiman jiddan. Bizning bu sinf hazamadagi faslning sifati, bizning bu sinf asbaha muzdahiman jiddan. Da qisqistan bo'lib ketdi. Muzdahiman iftiala babidan izdahama yazdahimu yani iftiala yafta'ilu shaklida chiqqan. Ammo bu yerdagi iftialarga ta dalg'iz yurib ketdi. Nimishqa fa'aladagi fa'ni o'dursi zakab qolg'achqa bizning bayadagi qoidamiz bo'yicha fa'aladagi fa'ni o'dursida zakab qolsa iftialadagi ta dalg'iz kiraydi. Shu vajidan asli muztahiman kelishga tegishlik muztahim nima qilib qoldi? Muzdahimanga o'zgarib ketdi. Ma ra'yuka an nantaqila lil fasl alladhi fi at-tabaqa ath-thani fa innahu khali al-an. Ikkinchi qavatdagi sinfga yo'tkalsak qanday qaraysiz? Fa innahu khali al-an. Chunki u hozir bo'sh. Nishada nantaqil intaqala yantaqil ifta'ala yabta'ilu babidan chiqarilgan. Inna hada ra'yun sadid. Bu yaxshi fikr. Saukallimu al-mudira fi. Men mudirga bu to'g'risida so'zlayman. Yoki parang mudir bilan bu to'g'risida paranglashaman. Iqro'id darsa ya Mustafa. Mustafa darsni o'qi. Endi Mustafa degan ism maf'ul shakl chiqarilgan, Istafa yastafin chiqarilgan. Asli iftiala yabta'ilu kelgachga ta'kidlash kerak, ammo istafa gap qolibdi desa, chunki 3 harflik fe'listani safada birinchi harf sot gap qolgachqa iftiala degan ta o'zgaraydi. Shu Mustafa chiqarilgan. Ba'da al-isti'azati wal basmala أعوذ بالله وبسم الله نخبوغان دينكين يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. عند مشو آياتتا اجتنبوا ديگن فيل اجتنبا يجتنبوا دين چقرلغان بيروق بيل يعني افتعلا يفتعل بو بير. İkincisi yagtab ba'dukum ba'da. Degandeki yagtab. Asli igtaba yagtabu. Igtaba yagtabu ta'ala yafta'iludan chiqarilgan fe'l. نكتفي بهذا الدرس. راجعوا الدروس السابقة واجتهدوا فقد اقترب الامتحان. مش درس bilan bo'ldi qilamiz. Naktafi iktafa yaktafi. Yani naktafi ta'ala yafta'iludan chiqarilgan. Ilgirgi darslarni muzokara qilinglar. Tirishinglar, vajtahid, ijtihada, yajtahidu, ibtaala, yabta'ilu chiqarilgan. Faqat iqtaraba al-imtihan, imtihon yiqilishib qoldi. Faqatga fa sababni ifod. Chunki imtihon yiqilishib qoldi. Kunna nazunnuhu ba'idan fa huwa qaribun. Biz uni yiroq deb o'ylabdik. Qarog'dak bo'lsa, u yiqilishib qopti. Mayli nazunnu, zanna yazunnu dilpillaridan bo'lib, buning birinchi maf'uli hu, ikkinchi maf'uli ba'idan. Ikki maf'ul ketadi. Dilpillar o'qigan vaqtida, ammo dilpillardan chiqib ketib, odatdagi filga aylansa, bir maf'ul kelsa bo'laveradi. Fa idza huwa qarib izaya fujaiyya, ya'ni kutmagan ishning yuz berishini ifodalaydigan. Qarog'dak bo'lsa, tuyuqsiz degandek ma'nolarda tushunilsa bo'ladi. Andakim izaya fujaiyaning birinchi alomati jumla ismiyani ustiga kiradi. Mata tantahi dirasa ya ustaz? Ustaz, dars qachon oxirlashadi? Tantahi, intaha, yantahin, ifta'ala, yabta'iludan chiqqan naqis fe'l. Azunnuha tantahi fi muntasaf hada ash-shahr. Mushu ayning o'tirlarida oyoqlashadi deyman. Oyoqlashadi deb qarayman. Zanna yazunnu yana o'xshashlar dilpillari. Ha birinchi maf'ul, tantahi ikkinchi maf'ul bo'ladi. Alana mumtahinuna min xarij al-ma'had. Bizga institutning sirtidan imtihon og'uvchilar bormi? Ya'ni bizga institutning sirtidan imtihon oldiganlar bormi? Mumtahinun, imtahana, yamtahinudan chiqqan ism fa'il. Mumtahinun imtihon og'uvchilar. Naam.
سيشترك في الاختبار الشفوي ممتحنون من خارج المعهد. Şundaq. Ig'zaki imtihonga institutning sirtidan imtihon olg'uvchilar qatnashadi. Ishtaraka, yashtaraka, ifta'ala, yabta'ilu. عندك ممتحنون بيا ديگندك اسم فاعله. يحق لي ان ادخل في الامتحان من امتحان كرسن بولامدو. فقد التحقت متأخرا من كين كرجنتم. المشهورunda التحقت امتحان افتعال يفتعل بابدن çıkan مصدر التحقت التحق يلتحقن çıkan افتعال بابدن. نعم من التحق قبل الامتحان بشهرين فله حق الدخول. imtihandan 2 ay ilgari kirgan odam imtihonga kirsa bo'ladi. Yani qo'shilgan iltihaqa maktabga kirish, maktabga qo'shilish, darsga kirish, darsga qo'shilish degan ma'noda. Bu yerda iltihaqa iftaala babidan imtihon iftial shaklida masdar. Ya ustaz, sa'ghibu ghadan va ba'da ghad fa inni musafirun ila Judda fa arju as-samah. Ustaz, men ata va o'gun 2 kun yo'qolib ketmayman. Sa'g'ib asli yo'qolib ketmayman degan gap emas, muloqot emas. Ammo bu yerda maktabga kelmayman. Fa inni musafirun ila Judda, chunki men Jiddaga safar qilmoqchi. Fa arju samah, shunlashqa sizdan ruxsat berishingizni umid qilaman. Bu o'rinda bizga munosabatli qoida yo'q, ha? Ala budda min hada safar. Bu safarni qilmay bo'lmamdi yoki bu safar shuncha muhimmi? Ala budda qilmay bo'lmaslik. Mu min hada safar, ya'ni bu safarni qilmay bo'lmamdi yoki bu safarni qilish kerakmi? Labudni biz yig'inchoqlablar qilish kerak deb tarjima qilamiz emasmi? Shunga bu safarni qilish kerakmi? Shuncha zarurmi? Naam, shundoq. Vallohi inni muttarrun ila zalik. Alloh bilan qasamki men shu safarga bak muhtoj, ya'ni qilishga bak muhtoj. Ya'ni muttarrun ifta'ala babun ittarra yattarru. Amma bu yerdagi ta'nadan keldi desa, chunki fa'aladagi fa'ning durust kirib da top qolsa, ifta'aladagi kichik ta cho'ng taga o'zgarib degan qoidani bayatdan tahdid o'tgan shundaqmi? Dog'andagi muttarrun asli mudtarrun kichik ta. Datning sababidan bu cho'ng taga o'zgarib ketgan. La bas, hech qisi yo'q. إذا مررت بمكتبة هناك فاشتري لي كتابا اسمه المسلمون على مفترق الطرق. Agar sen u yerda kutubxonadan o'tib qolsang, menga Al-Muslimuna ala Muftariq at-Turuq ismli kitobni setilib olgan. Ya'ni ishtara, yashtari, ifta'ala, yabta'ilu babidan. Andan Al-Muslimuna ala Muftariq at-Turuq degan muftaraq ismi zaman ism makan. Yani biz dakkilayotimiz oldingi darslarda ism maf'ullar, sulasi mujarradning g'ayri bablardagi ism maf'ullar ism zaman ism makan bilan nimanda o'rtaq ma'noda muftaraq, ya'ni ariladigan, vaqt ariladigan o'rin degan ma'noni ifodalaydi. Va axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin.